Qaysi mashinalarga motorlar bor bu yerda? Hamma jamiki mashinalar yo'q. Captiva, Malibu, Spark, Lacetti 1.8, 1.6, Damas, Nexia. Epica 1.8. Bu Lacetti. 1.8. 1.8 Lacetti. Cruze Orlando. Bu Orlando. Kolonkalar ham bor ekan, ha? Bor kolonka, zavodskiy kolonkalarimiz. Zavodskiy radnoylar, ha bu? Radnoylar, Lacetti o'rta shashi. Ha, bu 12, bu Cobalt. Bu yangi holatdagisi, kuzovi qancha bu? Narxi? Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va YouTube kuzatuvchilari. Bugun biz Namangan shahriga kelganmiz. Namangan shahrida Loladan Aqlobod yo'nalishiga yurganda, Beeline zapravkadan o'tganda Equinox Plus avtozapchas do'koniga kelganmiz. Bu yerda kuzov va motor ходовой qismlari zapchas narxlari bilan tanishib o'tamiz. Rabochi eshik kuzovlari yangilari ham bor ekan. Sotuvchi ukamiz yonimizda turibdilar. Biroshdan narxni ostidan tanishtirib ketaveramiz. Telefon nomerlarini ham qo'yamiz. Biz video davomida bera olmay qolgan ma'lumotlar bo'lsa, o'zlaridan bemalol olishingiz mumkin. Birinchi bu yoqda har xil kuzovlar, rabochi kuzovlar bor, ha? Qanaqa mashinalarga bor kuzovlar? Labo, Damas, Lacetti, Epica Kuzovlari bor. zapchastlari bor. Zapchaslari ham, kuzovi ham bor. Bu yoqda motor qismlari ham bor ekan, tayyor holatda. O'zini motorini olib turib, buni qo'ysa yuradigan darajada tayyor, ha, bular. Tayyor. Oladi, shunday qo'ysa bo'ldi, yurib ketaveradi. Garantiyasigacha bor. Garantiyalari ham bor ekan. Qaysi mashinalarga motorlar borligini tanishtirib o'tamiz. Bu qaysi mashinaniki? Cobaltda bu yangi ekan, bu. Yangi yo'q, yangisi ham bor. Bu oqi, nargisi qorasi. Yo'q, u 12 so'm. Ha, bu 12, bu Cobalt. Bu yangi holatdagisi, kuzovi qancha bu? Narxi? Telefon qilishsa ma'lumotini berib o'tilaveradi. Bu yerda har xillari bor ekan kuzovlar. Endi bu yoqqa ichkariga kirganda bu yoqda motorlar. Asosan qaysi mashinalarga motorlar bor bu yerda? Hamma jamiki mashinalar yo'q. Captiva, Malibu, Spark, Lacetti 1.8, 1.6, Damas, Epica, Nexia 1, 2. Equinox, Malibu, Briere hammasi bor. Bu yerda har xil motorlar bor ekan. Bu yerda hozir birinchida ko'rib turgani Lacetti motormi? Malibu 2.4. Malibu 2.4 motor. Bular O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, ha? Yo'q, Koreyadan kelgan, koreyskidan. Bu yerdagilar hozir hammasi Koreyadan kelganmi? Koreyadan kelgan rabochi holati yaxshilari. Garantiyalar. Buni hozir Malibu 2.4 deb aytib o'tdingiz. Narxi qancha bo'ladi bularning? 1300, 1200 atrofida bo'ladi. 1300, 1200 atrofida. Holatiga. Buni hozir eskisini motor qilsa ham shu pul ketadi. Bundan ham ko'p ketadi. Buni oladi, qo'ysa bo'ldi. Bemalol yurib turilaveradi. Sotayotganda yana o'zinikini qo'yib. Dokumentlargacha bo'ladi hamma mashina. Bu dokumentlari bilan beriladi. Dokument ham bo'ladi. Bular qaysi mashinalarning motorlari? Captiva 3 kili. Bu Captiva 3 kili, 3li. Bunisi 3ligi. 3li. Mana 3.6ligi ham bor. Captiva 3li motor uçuyordu. 5 pildireke polni uçuyordu. 3.6 bu. Bular hammasi Koreyadan keltirilgan. Bu garantiya beriladi, ha? 20 kun 30 kun biror garantiya bor. Garantiyalar beriladi. Bu yoqda pechkalari ham bor ekan, ha? Hamma mashinaga. Radiator pechkalari. Bu yoqda qismlar. Bu yoqda galobka qismlari ham bor. Bular dinam, ha? Dinamlari bor. Bu yoqda statorlari ham bor. Bular statorlar ham shu koreyskiy rabochi. Koreyskiy. Garantiyalar berilgan. Bular ham hozir hamma mashinaga bormi? Bor. Shu Damasdan tortib bor. Captiva, Nexia hammasiga bor ekan. Dinamlar ham bor, ha? Bor. Dinamlar ham bor ekan. Aloqaga chiqaverasizlar. Injektor. Bular injektorlari. Bulardan ham topib berilgan. Bor. Hammasidan bor ekan. Tepada faralar, vozduklar. Bu yerdagi zapchaslar hammasi Koreyadan keltirilgan. Bu skors richaylari.
Avtomat. Sparklarni mexanik avtomat qilib beramiz. Ha, Spark avtomashinasi mexanik bo'lsa, avtomat qilib beramiz. avtomat O'zini olib qilib, qolamiz. o'zingni olib qolib avtomat qilib beriladi. Ustalar bor ha bu yerda. Qo'yib beradigan, ustanovka qiladigan ustalar ham topib berilar ekan. Yana qaysi mashinalarga motorlar bor? Bu yoqdagi motorlar Bu korobkalar bor. 10x mexanika qidirganlarga 10x mexanika bor. Masalan, mana Spark 1 motorimiz. Sparkda bu katta motor, ha? 1 yo'q, kichkinasi. Kichkinasi bu. Birligi. 1.8. Bu Lacetti. 1.8. 1.8 Lacetti. Cruze Orlando. Bu Orlando. Narxini ham aytib o'tib ketaylik. Sirasi. Bu Spark'ki birligi qancha? 3.800.000. 3.800.000 so'm. Spark'da birligi. 1.8 Lacetti. Bu 1.8 da bor ekan Lacetti. Bu qaysi motor? Epica. Bunisi Epica. Gentra motori. Bular Gentra motor. Keyingisi 1.6. Nexi 2. Nexi Lacetti. 1.6 motor Nexi 2. Mesela keyingisi Spark birligi bor. Spark birlik ha bu. Bu yerda korobkalar. Epica korobka. Bular ham korobka deb aytib o'tdingiz. Orlando. Bu yerda bakoylar bor ekan. Har xili. Hamma mashinaga bor ha bu yerda ham, ha. Do'stlar, bemalol shu ekran ostida telefon raqamlariga telefon qilsanglar, bu yerdagi zapchastlarning ma'lumotini bemalol olsanglar bo'laveradi. Bu yoqda rezinkalar, eshik rezinkalari, o'yan yondagi cho'plar. Bu rezinkalar ham hamma mashinaga bormi? Bor. Rezinkalar ham hamma mashinalarga bor ekan. Aloqaga chiqsanglar bo'laveradi. Bu yoqda prujinalari. Qaysi mashinalarga tushadi prujinalari? Prujina hamma mashinaga bor, xudo xolasa. Matiz, Lacetti, Nexia. Kolonkalar ham bor ekan, ha? Bor kolonka, zavodskiy kolonkalarimiz. Zavodskiy radnoylar, ha bu? Radnoylar. Lacetti o'rtachashi. Lacetti'ning orqasi. Bu Damas'niki. Damas eshik kolonkasi. Damas eshik kolonkalari. Aql kolonkalar ham bor ekan. Bu yoqda baraban, kartinka perido, bular Damas'niki. Matiz. Matiz kartinka perido. Bular ham koreyskiy rabotchi. Rabotchi, Koreyskiy rabotchi. Bu barabanlari Damas orqa. Damas orqa baraban. Captivalar bor. Captivalarniki ham bor. Bu ruchkalari. Patologiya eshik ruchkalar. Topib berilar ekan. Bu yerga kelib, o'zinglar kerak narsani topib, aylanib, topib ketsanglar bo'laverar ekan. Bular nima? Rulovoy, Captiva bir rulovoylar. Rulovoylar. Matiz rulovoylar. Spark elektronika. Hammasidan bor, topib berilar ekan. Bu yoqda ham motorlar. Nari yoqda oldi amortizator. Bular qaysi mashinaniki? Aralash bu yerda. Matiz bor, Malibu bor, Malibu 1 bor, Malibu 2 bor. Nexia bor. Bu yerda motorlari. Bu yoqda oynalar ham bor ekan, ha? Bor oynalar. Bular rabotchimi? Rabotchi, Damas, Matiz, eshik oynalari bor. Rabotchi holatda. Rabotchi. Bular qanchadan boshlanadi narxi? Narxi 200.000, 250.000 rezinkalari alohida. Rezinkalar alohida sotiladi. Bu yerda qo'yib berish ustalar ham bormi? Qo'yib beradigan ustalar. Nereye? Do'konimiz oldida bor sonralar. Qo'yib beriladi, ha? Bu yerda gulshitirlar. Bular ham rabotchi. Gulshitir turbinalar hammasidan bor ekan. Aloqaga chiqsanglar, biz berolmay qo'ygan ma'lumotlarni o'zingizlar olishinglar mumkin.